Assalomu alaykum. Bugungi video kam eslanadigan, hattoki O'zbekiston hududida ham hech qayerda haykallari ham yo'q bo'lgan. Aslida esa butun Markaziy Osiyoni Shia e'tiqodidan qutqarib qolgan buyuk qahramonimiz haqida gapirmoqchiman. U kishini Hanafiylar qalqoni, Moturudiylar posboni, ahli sunnaning yalang'ochlangan qilichi, Imomuz zamon, Xalifai Rahmon deb atashgan o'z davrida. Keyinchalik esa u kishi hatto eslanmaydi ham hozirgi paytda. U kishini qanday taniymiz? Zahiriddin Muhammad Boburni o'z yurtidan quvgan deb bilamiz. Boshqa yaxshi jihatlari esa eslanmaydi. U kishining qarshiliklari oqibatida Markaziy Osiyo Shia e'tiqodidan saqlanib qolgan. U kishiga qo'yilgan barcha nomlar o'z ma'nosiga ega edi. Imomuz zamon, o'z zamonasining imomi, zamonaning eng yaxshi imomi, eng yuksak imomi degan ma'noda. Xalifai Rahmon esa Rahmonning, ya'ni Allohning yerdagi xalifasi degan ma'noda. Barchamiz bilamizki, Shayxoniyxonning o'limida bevosita Shoh Ismoilning qo'li bor. Shoh Ismoil aslida kim edi va maqsadi nima edi? Shoh Ismoil butun Eron hududlarini shiyalashtirgan va maqsadi butun sunniylarni ham shiyalikka o'tkazish edi. U Shayboniyxonni yengdi, lekin o'z maqsadiga to'liq yetisha olmadi. Shoh Ismoil g'arbga qilayotgan urushida Usmonlilarning buyuk rahnamosi Sulton Selimga duch keladi va Sulton Selimning qo'lida halok bo'ladi. Shunday qilib Shayboniyxonning orzulari aslida Sulton Selim va Usmoniy davlatiga amalga oshadi. Ya'ni buning natijasida Sulton Selim yanada qudratli bo'ladi va borib xalifalikka aylanadi. Usmonli davlati ilk bor xalifalikka aylanishiga aynan Sulton Selim sababchi bo'ladi. Endi Shayboniyxonning kelib chiqishiga e'tibor qaratsak, u Oltin O'rda xoni O'zbekxonning nabirasi hisoblanadi. O'zbekxon esa Chingizxonning o'g'li Jo'jaxonning farzandi hisoblanadi, ya'ni uning avlodidan kelib chiqqan. Shuni kelib chiqishini dalil qilib, ba'zilar Shayboniyxonni turk emas, mo'g'ul deb atashadi. Va Zahiriddin Muhammad Boburni turkiy bo'lgan va Turkiston hududida hukmronlik qilishga haqli edi deb bilishadi. Aslida esa hozirgi paytda Hindistonliklar Boburiylar davlatini Mo'g'ullar davlati deb eslaydi. Aslida mantiqan o'ylab qaralsa, turk va mo'g'ul urug'lari bir urug'dan kelib chiqqan va aynan Chingizxon davriga kelibgina ular turk va mo'g'ul deb atalgan. Video sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalim yoqayotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ying. Shuningdek, YouTube va Instagramdagi sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang.